Yana aytishyaptiki, o'sha yozishgan kommentariylar o'zingizni mahsulotlaringiz haqida to'liqroq ma'lumot bering deyishyapti. Xo'p, to'liqroq ma'lumot beramiz. Mana qarang, boshlayman. Mana shu mahsulotimiz, birinchi mahsulotimiz erkaklarimiz uchun subhanalloh, mana shu mahsulot 707 bo'ladi. Bu immunitet ko'taradi, jismoniy quvvat, jinsiy quvvat oshiradi. Yana sizda revmatizm, hozir tez qatnayman aka, 2-3 marta kiryapman kechasi degan gap so'zlarni bu yo'q qiladi. Yana butun tanangizga quvvat bo'ladi bu narsamiz. Endi o'zimiz erkak kishi yaxshi bo'lganlik, albatta ayolimiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Erkakga bizani jufti halolimiz. Ayolingizga mana bu ayol immun. Ayol immunimiz bu ham immunitet ko'tarib, kamqonlikni davolaydi. Hozir mana ikkita kelinimiz borlar, 8 oylik homilasi bor. 1 oylik homilasidan boshlab yeyapti. Alhamdulillah yaxshi yuribdi. Eson-omon qutulyapti o'sha ikkalasi ham. Bu yana bir bor aytaman, gemoglobin ko'tarib, immunitet, o'sha shamollash ayollarimizdagi jinsiy shamollashlarni ham oladi. Bu oilaviy mahsulot. Ya'ni endi bu yerda bolajon degan mahsulotimiz bor. O'zimni nevaralarim, bu yana bir bor eslatib ketaman. Bu hali aytganimdek, bu hamma mahsulotlarni o'zim erkaklar, o'zim yeganman, buni o'g'illarim yegan, 3 ta o'g'lim, buni ham kelinlarim, qizlarim har doim iste'mol qilib yurishadi. Immunitet zo'r.